Barcelona chempion bo'ldik. El Clasico'da og'izlarda yopib qo'ydik. Bo'ldi. Umuman realchilarda gapirishga, bugun nimadir bahona qilishga haqqinglar ham yo'q, ilojinglar ham yo'q. Umuman o'yininglar chiqmadi ham, o'ynamadinglar ham, yaramadinglar ham xullas. Bo'ldi. Endi keyingi mavsumda kutishga majbursizlar. Barselona va nihoyat La Liga chempioniga aylandi va bu ish aynan Realga qarshi bo'lib o'tgani bu ikki karra xursandchilik bag'ishlayapti. Nima deyishga hayronman. Aynan shu futbolchilarimizga kattakon rahmat aytamiz. Hammasi uchun mavsumni zo'r o'tkazib berishdi. Biz yuzimizga yerga qaratishmadi. La Ligada chempion bo'ldik. Boshqa gapiradigan gapim qolmadi to'g'risi. Hammanglarga kattakon rahmat. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. 1 yillik mehnat qildik. Sizlar bilan Barselonaning kandidatlarini bo'lishga harakat qildik va aynan La Liga chempioniga aylandik. Kanalga obuna bo'lamiz va Barselonani birgalikda qo'llab-quvvatlaymiz. Viska Barsa!